Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir Afg'onbog'da yangi Ansorda oldida tomoni Kurikdan kelganda bilsalaring shunday Toltayda butkada qassobxona bo'lardi. Rashidxon ham qassobxonalari. Bugun ochilishibdi ekan. Joyda qaranglar. Hozir mana xohlasa bizni ham chaqirishgandi. Zo'r narsani guvohini ustidan chiqib qoldik. Batga blogerlar kelib, syomka qilib, syomka jarayonini ko'rib qoldim. Rashidxon akamni o'zlari ham shattalar, mana Xudo xolasa do'konlar vash kengaytirib tashladilar. Xudo xolasa. Voy, go'sht qilmaymi o'rta ochiq joy. Ashi yomon-ku, ha? Gap yo'q, omalayga o'sha akam taniganlar bo'lsa like bosib qo'yamiz, akalar. Xizmatdan to'xtamanglar akam hamchi doim. Hozir mana yaxshi holat ustidan chiqib qoldi. Bizga ham shu ko'mirga murojaat qilishadi. Doim deydi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa Kabobchi Briket House yangiliklar qo'yishda davom etamiz. Hamma joyda raqam go'sht kilosi 170 180 ming bo'lsa, beklar hamma joyda raqam go'sht kilosi 180 ming 170 ming bo'lsa, bitta 150 ming so'm. Sizni gapga solib aldab turib, go'shtni orasiga hisob berishmaydi. Hozir orti jarayonlari biz bularga xalaqit qilmaymiz. O'zimiz ishimizni davom ettirib, hop, ko'mirlarimizni Xudo xolasa assortimentda hammasidan beramiz. Taniganlar bo'lsa shu bloger akamizni like bosib qo'yasizlar, dong'illatib, hop, biz ham xizmatdamiz. Biz endi hali blogerlikka o'zimiz da'vogar qilmaymiz-ku, lekin mahsulotlarimizni berib, chiroyli qilib ko'rsatib berib, xalqimizning xizmatidamiz. Kelinaveradi, mana go'sht do'koni. Telefon nomerlari 90 589 1999 91 687 42 42. Rashidxon akamning qassobxonalari. Yana bir marta tushuntirib o'taman, yo'nalishda Afg'onbog' Babushkin yo'lda yangi Qo'qondagi Ansor do'koni. Bu tomonda o'sha Kurikdan kelganda kelish bilan o'ng qo'lda Europex bo'lardi. O'sha tagida qassobxona bo'lardi, Toltayda ko'pchilik biladi. Yoniga o'sha o'zlarini qassobxonalarini ochishdi. Mana shu eng qiziq joyi hali kadr ortib bo'ladi-yu, bilsalaring blogerlarni. Blogerlar kadr ortib bo'ladi. Shu jarayonini ham guvoh bo'lib qoldik. Syomka jarayoniga mana biz ham Xudo xolasa. Ana o'sha shaxs, mana shu Rashidxon akam bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Mashalloh, xayrlisi bo'lsin aka. Zo'r chiqibdi lekin.